harakat, ishtiyoq degan narsalar juda ham muhimligini mana shu tanlovga qatnashib anglab yetganman. Faqat sen chiqaverasanmi degan fikrlar, e'tirozlar ko'p bo'lgan. Aniq olib ketaman mashina, chunki tayyorgarligim zo'r degan xayol bo'lgan. Boshqalarni o'zimdan kuchsiz deb hisoblaganligim eng katta xatoim ekanligini anglab yetdim. Bo'ldi, men tanlovda qatnashmayman. Chunki har yil mag'lubiyat insonni ezib qo'yar ekan. Oilada 3 farzandmiz. Uchalamizni ham onam o'zi otasiz tarbiyalagan, voyaga yetkazgan. Mashina yutib olsam, uy sotib olaman degan maqsad bo'lgan. Yoshlik paytlarimda ko'p kitob o'qishni orzu qilganman, lekin mashina yutib olishni orzu qilmagandim. Yosh kitobxon tanlovining tarixida birinchi marta prezident sovrini Xorazmga yo'l oladi. Maftuna Ochilova 20-30 yosh toifasida birinchi o'rin g'olibasi. Men Maftuna Ochilova. Xorazm viloyati Urganch shahrida yashayman. Birinchi marta yosh kitobxon tanlovi chiqqan paytda birinchi yil ko'rganman. Televideniya orqali juda ham istaganman tanlovda qatnashishga harakat qilganman. 7-8 sinf paytimdan boshlab yosh kitobxonga qatnashish ishtiyoqi yuqori bo'lgan. Hattoki tayyorlanish jarayonida ko'chada yursam ham yoki ovqat yeyotgan bo'lsam ham bu kitob mutolaa qilib o'zim ishim bilan shug'ullanardim. Shu tanlov orqali kitob o'qish hobbimga aylanib ketdi va hozirgi kunda hamma aytsam kuladi. Men hayotimni kitobsiz tasavvur qila olmayman. Xuddi kitob o'qimasam o'zimda bo'shliq sezib qolaman desam hamma hazillashyapti deb o'ylashadi, boshqacha tushunishadi. Lekin haqiqatdan ham o'sha yoshligimdan boshlab shu tanlov orqali kitoblarga bo'lgan ishtiyoqim juda ham yuqori bo'lgan. Tanlovga birinchi marta kirib kelgan paytimda mag'lubiyatlarni ko'p boshdan kechirganman. Chunki biror narsani maqsad qilsangiz birdan o'xshab qolmasligi mumkin. Harakat, ishtiyoq degan narsalar juda ham muhimligini mana shu tanlovga qatnashib anglab yetganman. Birinchi marta qatnashganimda shahar bosqichida birinchi o'rinda viloyat bosqichiga qatnashganman, ammo viloyat bosqichida g'olib bo'la olmaganman. Rosa yig'lardim, o'sha qilardim, nega o'rin ola olmaganman deb. Keyin sekin-sekin viloyatda ikkinchi o'rinni oldim qatnashib. Undan so'nggi yil qatnashdim va 2022 yil va 2023 yillarda yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritganman va 2 yil ketma-ketlikda yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichida ishtirok etganman. Va so'nggi ishtirokchi Maftuna Ochilova Xorazm viloyatidan. Maftuna, hayajonga hojat yo'q, so'nggi ishtirokchisiz. Shahar bosqichida birinchi o'rin olgandan so'ng viloyatga chiqdim. Viloyat bosqichida ustoz Bahodir Karim, Mansurboy Sariflar qatnashyapti va undan oldingi yil men qatnashganligim hisobiga men qo'rqqanman. Sababi men oldingi yil chiqqanman, boshqalarga ham imkon ber deysa, chunki ko'p shunaqa menga cheklovlar bo'lgan. O'zingdan oldingi sen qatnashding, boshqalar ham sahnani ko'rsin, faqat sen chiqaverasanmi degan fikrlar, e'tirozlar ko'p bo'lgan. Lekin men aytganmanki, mayli hammaning imkoniyati o'z qo'lida, hamma mendan zo'r odam bo'lsa, mayli bemalol o'tsin, faqat bilimizga qarab baholansin. Qo'rqqanman ustozlardan. Tashqi ko'rinishimdan hamma yo'q, bu qo'rqmaydi hech kimdan deb o'ylasam, baribir ichimdan qo'rqib turganman. Chunki yosh kitobxon tanlovga tayyorlanish jarayoni oson kechmaydi. Buni kitob o'qiganlar, qatnashganlar, tayyorlanganlar ayniqsa yaxshi biladi. Uyqusiz tunlar, mehnatlar, hattoki yo'lda ketayotganimda ham faqatgina svetoforda to'xtab tursamgina kitobdan ko'zim uzardim. O'zi yo'lda ketsam ham kitob o'qib ketardim. Menda shunaqa xayol bo'lgan, 2 yil to'shni men aniq olib ketaman mashina, chunki tayyorgarligim zo'r degan xayol bo'lgan. Ammo bu narsa o'zi bemalol gapirsam buni o'zim ichimdagi narsamni men o'sha o'zimga haddan ziyod ishonganim kibrga olib ketganmi deb o'ylab qoldim, chunki tayyorgarligim shu darajada zo'r bo'lgan, aniq mashina yutaman degan maqsad bilan kelganman. Maftunaxon, yig'lamang. Bugun birinchi kuni. Sizni hayajon quvladi, sizni hayajon shu holga soldi. Ammo o'sha o'zimga ko'p ishonganim, boshqalarni o'zimdan kuchsiz deb hisoblaganligim eng katta xatoim ekanligini anglab yetdim va bu yil bu xatoga umuman yo'l qo'ymadim. Hammaga bir xil nazar bilan qarab ish tutdim. O'tgan yil g'olib bo'lolmagandan so'ng onajonim kelganlar, taqdirlash marosimi bo'layotgan paytda, o'sha paytda rosa yig'laganman. Katta qiz yig'lasa unut bo'ladi deyishadi, lekin siz hayajonlaringiz o'sha joyda tutib olmas ekansiz, yig'laganman. Onamga aytganman, bo'ldi, men tanlovda qatnashmayman. Chunki har yil mag'lubiyat insonni ezib qo'yar ekan. Qatnashni istamayman deganman. Keyin onam aytganlarki, yo'q degan, senda hozir tayyor baza bor, sen shunga loyiqsan mashina yutib olishga va shunga yetadigan kuching ham bor. Faqat harakatdan to'xtama degan va shu yil qatnashishimga rag'batlantirgan inson onajonim bo'ladilar. Onajonim kela olmadilar, 2 kun oldin oyoqlar sinib qoldi. Keyin shunda ham boraman deyapti. Endi Andijonda bo'lyapti.
Xorazm bilan Andijon orasi ancha uzoq, yo'lda kelsalar qiynalib qoladilar deb kelmang deganman. Tanlovda g'olib bo'ldim, mashina yutib oldim, mashinani topshirish jarayoni bo'lyapti. Hammani yaqinlari kelgan, siz bo'lmaganingiz uchun o'zim boshqacha his qilyapman. Endi oyoqim sindi, borib bilmadim, boring desam o'zing aytmading. Bo'lmasa bormasmadim shunga yaxshi kunda. Rahmat katta shunday tarbiyalaganingiz uchun, sho'ra kelishimga yordam berganingiz uchun. Rahmat, mana rahmat aytasan. Shunchaki mehnat etib, harakat etib, tirishding. Shunchaki yonib pishib, mana shunchaki orzu etding, to'xtamading o'qishdan. Ne istersen hem ben ruhta havata alaman şunu inşallah dedin. Ana Allah'ım getirdi. Ming rahmet Xudoga. Oilada 3 farzandmiz. Uchalamizni ham onam o'zi, otasiz tarbiyalagan, voyaga yetkazgan, men universitetda o'qitgan. Hamma narsamni sharoitimni yaratib bergan va o'sha onajonimni yoshlik paytlarimizdan boshlab, yoshligimda ko'rganman. Onam qanaqa qiynalib bizni katta qilgan, voyaga yetkazgan va oldimga shunaqa maqsad qo'yganmanki, ertaga onam shunaqa farzand bo'layki, onam mendan faxrlansin deb va shu tanlovda g'olib bo'lgan paytimda onajonim telefon qildilar. Ular rosa xursand yig'layaptilar. Shunaqa yig'layaptilarki, men sendan faxrlanaman, sendek qizim borligidan faxrlanaman, orzularimni amalga oshiryapsan deb ularning ko'z yoshlari menga boshqa ta'sir qilib, men ham shunaqa xursandman. Onajonimni o'sha maqsadlariga yetishtirishda Xudo xohlasa, hali bu boshlanishi, shu bizni katta qilgani, voyaga yetkazgani, o'qitgani, shu joygacha olib kelib qo'ygani uchun ular oldida hal qiladigan xizmatlari ko'p va mana shu prezident sovg'asi elektromobilni qo'lga kiritganimni, buni boshlanishi maqsadlarimni deb qo'yganman. Yoshlik paytimda bizni uyimiz sotilib ketgan. O'zi maqsadim tanlovga qatnashdan mashina yutib olsam, uy sotib olaman degan maqsad bo'lgan menda. Mashinani sotsak, uy sotib olamiz degan maqsad bo'lgan. Lekin tanlov bo'ldi, tugayapti, intervyular bo'lyapti, videoga olishyapti, rasmga olishyapti. Shu mashinani yonida turibman-u, yuragim boshqacha bo'lib ketyapti. Chunki meni yoshligimdan qilgan orzularim, mehnatlarim, qancha uyqusiz tunlarim, mashaqqatlarim, o'shalar hammasi esimga tushib, mashinani sotish fikridan qaytganman. Chunki bu muhtaram prezidentimizning sovg'asi, bizga qaratayotgan e'tibori. Chunki hammaga ham prezidentimizni sovg'alar nasib qilavermaydi va bu bizga berilayotgan imkoniyat deb o'yladim va qo'limdan kelgancha o'sha uy sotib olishga o'zim harakat qilaman deb maqsad qo'yganman. Agarda tanlovda g'olib bo'lsam, mashinani onajonimga sovg'a qilaman deb maqsad qo'ygandim, lekin onamga, "Ona, bu sizni duolaringizni ijobati, bu sizga beraman" desam, onajonim, "Yo'q, bu seni mehnating, sen haydaysan" deyaptilar. "Men buni sizga ataganman, bu sizniki" desam ham, "Yo'q, sen haydaysan" deyaptilar. Xorazmga borgandan so'ng Xudo xohlasa, Ravaga o'qib, o'zim haydab yurmoqchiman. Buni yana bir sababi bor, chunki odamlar ko'rgan narsasidan ko'p ilhomlanadi. Agarda siz prezident sovg'asi, yosh kitobxon degan mashinani yo'lda haydab yursangiz, tabiiyki hammani e'tiborini jalb qilasiz o'zingizga va voy qanaqa qilsa bo'lar ekan buni, qanaqa biz ham shunaqa tanlovda g'olib bo'lsak bo'lishimiz mumkin degan savollar tug'iladi tabiiyki hammada. Chunki hech bir yurtda yo'qki, kitob o'qigan odamga prezident shaxsan mashina sovg'a qilayotganlari, o'shandan ilhomlanadilarmi degan xayol ham fikrimdan o'tgan boshqa yoshlarni. Xorazmga borsam, albatta o'sha yoshlarni atrofimda jamlab, tanlovga tayyorlanishlarida o'zim yordam beraman deb niyat qilib qo'yganman. To'g'risini aytaman, men yoshlik paytimda boy bo'lishni orzu qilganman. Chunki men o'sha o'zim qiynalganim sababli qiynalgan odamlarga yordam berishni oldimga maqsad qilganman. O'zim ukalarim men ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmasdan yaxshi hayot yashasin. Onamni ham shu paytgacha qilgan, biz uchun qilgan harakatlarini samarasini ko'rsatib berish uchun harakat qilishni o'z oldimga maqsad qilganman. Hattoki shu yil tanlovga tayyorlanish jarayoni bo'ldi. 31-dekabr yangi yil bilamiz, hamma uyda yangi yilni nishonlaydi. Men qattiq kasal bo'lib qolganman. O'rnimdan tura olmaydigan darajada qattiq kasal bo'lganman, lekin o'sha payti yosh kitobxonda qatnashish, o'sha o'zimning orzularim menga kuch bergan. Kasal bo'layotgan paytimda meni harakatga keltirgan kuch ham aynan mana shu kitobxonlik bo'lgan. Kasal bo'lyapman, o'zim aytyapman, hozir sen yotsang, boshing ko'tara olmasang yostiqdan, sen orzularingni amalga oshira olmaysan. Chunki sen yotgan paytingda boshqalar harakat qilayotgan bo'ladi degan narsani o'zim ko'rganman. Kasal bo'lsam ham o'zimni tiklab olishga kuch topganman. Yoshlik paytlarimda ko'p kitob o'qishni orzu qilganman, lekin mashina yutib olishni orzu qilmagandim.